Hello obunachilar, bu salam yana uzun bo'lmoqda. Men sizlarga qanday qilib video olishni ishlatishni endi o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib kirib olamiz mana bu ilovaga. Hozir men shuni to'g'rilab olay. Ko'rasizlarmi ekrandagi rasmni? Ko'rinishi bilan boyagi rasm bilan bir xil bo'lishi kerak. Unda siz boshqa narsani o'tkazmagan bo'lasiz. Xullas, mana bu yerda pulga ko'p narsalarni olsa bo'ladi. Haqiqiy pul narxi 16,000 dollar. X da bosamiz. Va mana buni bosib qo'ysangiz, bir dumaloq narsa paydo bo'ladi. Mana buni ko'rinishida dumaloq narsa. O'shaning ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin ikki xil yozuv chiqadi. O'sha ikki xil yozuvdan faqat hamma ikki yozuv chiqadi. Mana bu birinchisi, bu ikkinchisi. Faqat ikkinchisiga bosasiz. Faqat bu ikkinchisiga bosaverasiz. Oxiri 3 2 1 deydi, ekranga o'zi chiqarib qo'yadi. 1 deyish bilan video boshlanadi. Videoda o'chirish uchun ustiga bitta bosasiz. Keyin mana shu qizil dumaloq ichida to'rtburchak bor narsa ichiga bitta bosangiz, video tugaydi va kirasiz YouTube'ga. O'zingiz YouTube'ga kirasizda pastdagi qo'shuv belgisidan o'zingiz barcha videolarni to'g'rilab olishingiz mumkin. Like, obuna